2025-yil futbolda tarixiy yil bo'lib, chuqur iz qoldirdi. Angliya chempionatining Crystal Palace klubi tashkil etilganiga 120 yil bo'ldi. Ular 120 yil davomida birinchi marta sovrin qo'lga kiritishdi. Angliya kubogida chempion bo'lishdi. Bu hayotda uddalab bo'lmas ishning o'zi yo'q ekanligini Crystal Palace jamoasi isbotlab qo'ydi. Yana bir Angliya klubi Newcastle jamoasi 70 yil deganda birinchi marta sovrin qo'lga kiritdi. Newcastle jamoasi Angliya Liga kubogida Liverpoolni mag'lubiyatga uchratib 70 yillik orzusini amalga oshirdi. Italiya chempionatining noyob klubi Bologna esa 51 yillik tanaffusdan keyin yarim asr deganiga chempionlikni qo'lga kiritishdi. Ular kimsan Milanni taxtdan ag'darishdi. Zo'rdan zo'r chiqadi deganlari shu bo'lsa kerak. Yana bir noyob chempion esa Gollandiya chempionatining klubi Go Ahead Eagles jamoasi. Ular 91 yil deganda yana chempion bo'lishdi. Bir asr kutishdi chempionlikni. Bu hayotda hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Oxirigacha kurashing, siz qachondir albatta g'alaba qozonasiz.